Bismillahirrahmanirrahim. Al-Vadih fi usulul fiqh degan kitobning davomi. Birinchi bab, ikkinchi babda hokim va hukm haqida so'zlangan. Endi uchinchi bab al-mahkumu alayh. Mahkum alayh deganimiz hukm shuning ustiga tushgan kishi degan gap. Ya'ni mukallaf, ya'ni shariat ahkomlariga taklif qilinguvchi degan gap. Biz ilgirki babda shar'iy hukm nima deganda shar'iy hukm mali talab qilish jihatdan bo'lsin yoki taxyir tanlash ixtiyorligi berilish bu jihatdan bo'lsin yoki vada'iy jihatdan bo'lsin Alloh taolaning bandalarning mukallaflarning sharakatlariga aloqador xitobiy ekanligini so'zlagan. Hukmlarning ichidagi taklifiy hukmni chuqum ijro qiluvchi bo'lishi kerak. Bu taklifiy hukmni ijro qiluvchi bo'lsa-mu, uriluvchi bo'lsa-mu mahkum alay, ya'ni mukallafdir. Xitob muxotibdan, ya'ni xitob qilguvchidan, ya'ni u bo'lsa-mu Alloh taolo xitob qilguvchi, muxotab, ya'ni xitob qilinuvchiga yuzlanadi. Muxotab u bo'lsa-mu inson, mayli u er bo'lsin yoki ayol bo'lsin, uni tushunish uchun va ijro qilish uchun. Shuning uchun tushunish hukmni ijro qilishning asosi. Kimki tushunmasa, uni ijro qilolmaydi. U chaqda tushunmaydigan, ijro qilolmaydigan odam, qadr bilolmaydigan odam mukallaf bo'lmaydi. Bu yerdagi tushunish degani aqliy iqtidori normal holatdagi tushunishni ko'rsatadi. Aqliy iqtidor normal turib tushunmadim deb turibsa, tushunmagan bo'lmaydi. Masalan, kichik bola, aqarni farq etmaydigan kichik bolalar va yoki sarg'ayib qolganlar, bular tushunmaydi. Shunga ular mukallaf hisoblanmaydi. Alloh taolaning hukmlarini ijro qilishga undaydigan ba'zi turtkilar bo'ladi. Bu turtkilarning qatoridan Alloh taolaning rububiyatini bilish va uning ma'nosini tushunish, yana oxiratning ma'nosini tushunish va oxiratda Allohning hukmlarini ijro qiluvchilarga beriladigan ne'matlarni tasavvur qilish va gunohkor osiylarga beriladigan azobni tasavvur qilish. Bularning hammasi payg'ambarlarning payg'ambarligininki ma'nosini bilish va ularning xush bishorat berishi va ogohlantirishlarini bilish bilan hosil bo'ladi. Bularni bilish mushu ishlarni biladigan, tunuydigan aql bilan ro'yobga chiqadi. Aql orqali mukallaf uningga taklif qilingan ishlarni tafsili tushuna oladi. Aql orqali muxotabninki xitobni tushunish salohiyati bo'ladi. Uningdan keyin shariat ahkomlariga taklif qilinish salohiyati bo'ladi. Ma'lum bir shaxsni so'zlarda yoki ish harakatlarida surishti qilish uchun bu kishi chuqum mas'uliyatni o'z ustiga ola olish uchun aqliy jihatdan yetarli miqdorda pishqon bo'lishi kerak. Ya'ni aqli muvofiq yetarli miqdorda pishib yetilgan bo'lishi kerak. Aqli kamtik bo'lsa bo'lmaydi. Aqliy jihatdan pishib yetilgan bo'lish bilan birga yana u kishi bilan xitobni tushunish o'ttirsini to'sib qo'ydigan narsalar bo'lmasligi kerak. Masalan, u kishining Qur'on sunnatning tilini bilmasligi. Qanday ahvolda desa, bu kishiga lozim bo'ladigan, bu kishining qilishi vojib bo'ladigan ahkomlarning dalillarini tafsirlab bergan, tushuntirib bergan, sharhlab bergan kishilar bo'lmagan ahvolda. Masalan, u arab emas, Qur'onni o'qiydi desimi tushunmaydi, anglaydi desimi tushunmaydi, hadislarni tushunmaydi. Shuning bilan birga Qur'on va hadis bizni nimaga buyuruydi, nimalardan to'sidi, buni uning tushuntirib qo'yadigan bir odam yo'q. Shunday ahvol ostida uning o'zrisi bo'ldi. Buningdan boshqa ahvol ostida aqliy iqtidori to'liq bo'lgan kishilar mukallaf bo'ladi. Ularning qilgan ishlari jazo mukofotlanish tariqasida surishti qilindi. Yuqorida so'zlangan mazmunlar asosan shariat ahkomlariga taklif qilinguvchi deganimiz u balog'atga yetgan, mayli er bo'lsin yoki ayol bo'lsin, aqliy jihatdan pishib yetilish darajasiga yetgan, balog'atga yetgan kishini ko'rsatadi. Ya'ni ham balog'atga yetgan, ham aqliy iqtidori joyida, aqliy iqtidor jihatdan pishib yetilgan kishi. Aqliy jihatdan pishib yetilishning darajasi maxfiy ish bo'lg'achqa, umumiy fiqhshunos olimlar jinsiy pishib yetilishni, ya'ni u bo'lsa-mu balog'atga yetishni aqliy iqtidori pishib yetilganligining alomati bo'lalaydi deb qaragan. Chunki inson balog'atga yetsa, aql holati bo'lsa, aql bo'lsa, u mukallaf bo'ladi. Agar uningga shariat xitobi yetsa va uni tushunsa. Buning asosan sizga tuvandikidek haqiqatlar namoyon bo'ladi. Birinchi, al-jamat, ya'ni jonsiz narsalar. Bular mahkumun alay yoki shariat ahkomlariga taklif qilinadigan mukallaf bo'lmaydi. Shuningdekla an-nabat val hayvon,
O'simliklar va hayvonotlarmi ularda aql mavjud bo'lmaganligi uchun mahkum alay yoki mukallaf bo'lmaydi. Ikkinchi turdikilar qo'rsoqdagi bola va farqlantirish yoshiga yetmagan kichik bola. Bularga albatta taklif bo'lmaydi. Shariat ahkomlariga bular albatta taklif qilinmaydi. Deyildiki, farqlantirish yoshiga yetmagan kichik bolaning haj qilishi to'g'ri va uningga savob bo'ladi. Masalan, dadasi yoki akasi uni haj qildirgan bo'lsa, bu bolaning haqqida bu nafla haj bo'ladi. Ammo islomdagi bir qatim inson hayoti bir qatim haj qilish farz bo'lgan, balog'at ketgandan keyin qiladigan bu farz hajni o'rindigan bo'lmaydi. Bu bola balog'at ketgandan keyin qaytadan haj qilish kerak. İlgiri qilgan haji nafl haj bo'ladi. Mulohiza: kichik bolaning valisi, dadasi yoki yetim bolalar bo'lsa, uning ega bo'ladigan kishilar mayli u kichik bola farqlantirish yoshiga yetgan bo'lsin yoki texi farqlantirish yoshiga yetmagan bo'lsin, balog'atga yetmagan kichik bolalarni demoqchi. Bularni harom narsalardan yiroq qilish kerak. Ya'ni minal at'ima val malabis, yeydigan, ichadigan bo'lsin yoki kiyim-kechak va boshqa narsalar bo'lsin, harom narsalardan, ma'naviy va moddiy harom narsalardan yiroqlashtirish kerak, mas'ul bo'lish kerak. Vali bu bolaga bularni qilg'izmaslik kerak. Agar qilg'izib qolsa, ya'ni kar bo'lmasa, sal qarab qolsa yoki qilsang mayli desa, buning gunohi valiga bo'ladi. Chunki u taklif qilingan ishga xilof qilganligi uchun. Chunki uning taklif qilingan ish o'sha bolaga mas'ul bo'lish. Ammo bolaga kelsak, u taklif qilinguchi bo'lmaganligi uchun uningga gunoh bo'lmaydi. Shundaqla Majnunning valisi va Majnun o'xshagan kishilarga vali bo'lgan kishilar haqidami, mushu kichik bolaga vali bo'lgan vali haqida deyilgan so'zlar deyiladi. Hukm o'xshash. Ya'ni Majnun masalan vali sal qarab, kar bo'lmaganligi uchun harom ishlarni qilib qolsa, uning gunohi valiga bo'ladi. Uchinchisi, farqlantirish yoshiga yetgan kichik bola. Bu bola shariat ahkomlariga qisman taklif qilinadi. Ya'ni buning haqida yaxshilik qalam joriy bo'ldi degani, yaxshiliklari yeziladi va yomonliklari yezilmaydi. Ya'ni uningga ma'siyat yezilmaydi, gunoh yezilmaydi. U bo'lsa-mu payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning qalam kichik boladan toki cho'ng bo'g'acha ko'tarilib ketdi degan so'zning ma'nosidir. Ya'ni kichik bola balog'atga yetkichilik uningga gunoh yezilmaydi deganlik bo'ladi. Agar mukallaf degan sifat mutlaq holatda kelib qolsa, buningdan bo'lgan maqsad shariat ahkomlariga butunlay taklif qilinadigan mukallafni ko'rsatadi. Buning ichiga mayli farqlantirish yoshiga yetgan bo'lsin yoki yetmagan bo'lsin, kichik bolalar kirmaydi. Ya'ni balog'atga yetmagan bolalar kirmaydi. Bu ikki ishni taqozo qiladi. Ya'ni buning natijasi ikki. Birinchi, farqlantirish yoshiga yetgan kichik bolaga vojib, ya'ni farz deydigan ish bo'lmaydi. Ikkinchi, kichik bolaga farqlantirish yoshiga yetgan bo'lsa-mu, uningga harom deydigan ish bo'lmaydi. Ya'ni harom ishni qilib salgan bo'lsa, bu harom ishni qilibdi deb gunoh yozilmaydi. Ya'ni masalan, farqlantirish yoshiga yetgan kichik bola shariatda talab qilingan bir ishni qilsa, arkonlari va shartlari bilan qilsa, ado qilsa, masalan, namoz, ro'za o'xshash bir ibodatni qilsa, uningdan bu amal to'g'ri bo'ladi va uningga ajr yoziladi. Ammo vojib emas, lekin qilsa ajr bo'ldi. Ya'ni shundaqla bir harom ishdan qo'l yig'sa, harom ishni qilg'isi kelib, lekin qilmasa, biz aroq ichish o'xshash degandek, uning ajri yoziladi. Yomon ishdan qo'l yig'ganlik uchun. Har ikki xil holatda eng to'g'risini Alloh bilguchi, uningga nafl ibodat qilgandek ajr bo'ladi. Vojib ibodatni qilgandek ajr emas, balki nafl ibodat qilgandek ajr bo'ladi. Agar bu kichik bola mukallaflarga nisbatan harom bo'lgan bir ishni qilib salsa, uningga hech qanday yomonlik yozilmaydi. Ya'ni yaxshi ish qilsa ajr yoziladi, yomon ish qilsa uningga shariat ahkomlari taklif qilingan bo'lmaganligi uchun yomonlik yozilmaydi. Farqlantirish yeshidagi kichik bolaning ish harakatlariga nisbatan agar uning shu ish harakati, fe'li uningga faqatla foydali bo'lgan ish bo'lsa, u chaqda u ish to'g'ri bo'ladi. Masalan, hadiyani qabul qilish, ya'ni boshqalar bu kichik bolaga hadiya bergan bo'lsa, qabul qilgan bo'lsa, bu durust bo'ladi. Va yana mubah bo'lgan bir narsaga erishishga o'xshash. Ammo uningki qilgan ishi uning haqida ziyonliq bo'lgan bir ish bo'lsa, u chaqda bu
bekor bo'lib ketadi. Masalan, boshqalarga biror sovg'a berish yoki sadaqa berish yoki vaqf berish yoki to'yini qilib qo'ygan bo'lsa, tanisi kichik vaqtida ayolning taliqini berish qatorliq ishlar bekor bo'lib ketadi. Ya'ni amaldan qoldirildi, hisob bo'lmaydi. Agar uning qilgan ishlari foyda bilan ziyonning o'rtasida bo'lsa, uning nisbatan, masalan, bir narsa setish, setib olish va yoki to'y qilish degandek. Masalan, uning to'y qilgisi kelib, to'y qilgan bo'lsa, misol. Bu ishlari jumhurlarga nisbatan jumhurlarning ko'z qarashi bo'yicha amaldan qoldirildi, hisob bo'lmaydi. Buning nisbatan Hanafiylar dediki, uning bu ishlari shu kichik bolaning valisining fikri bo'yicha bo'ladi, shuning qarashliq. Agar kichik bolaning valisi uningga ma'qul kelsa, bu durust bo'ladi. Agar uni bekor qilsa, bekor bo'lib ketadi. Agar kichik bolaning valisi uning bu ishlariga nisbatan ijozat berish yoki uni amaldan qoldirish qatorliq ishlarni qilmagan bo'lsa, u chaqda uning bu ishlari balog'at yetgandan keyin shu bolaning o'ziga qarashliq bo'ladi. Amaliyotda jumhurlar bilan Hanafiy mazhab olimlari balog'atga yetmagan farqlantirish yoshi kichik bolalarning o'zining tasarrufotlariga o'z ega emasligida o'rtoqlik ega. Balog'atga yetmagan farqlantirish yoshi kichik bolalar qisas kelmaydi. Masalan, odam o'ldirib qo'ygan bo'lsa va yana masalan hadlar kelmaydi. Masalan, o'g'irlik qilgan bo'lsa qo'l kesilmaydi degandek. Bularning hammasining sababi uning aqli idroki kamil emas, kamtuk bo'lganligi uchundir. Agar u kichik bola balog'atga yetsa, shariat ahkomlariga mukammal taklif qilinadi. Chunki uning aqli iqtidori mushg'ul holatda, ya'ni balog'atga yetgan vaqtida g'aliban aqli mukammallashadi. Shuning uchun shariat balog'atga yetishni shariat ahkomlariga mukammal taklif qilishning boshlanishi qilib bekitgan. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam shundoq deganki, qalam ustunlik kishidan ko'tarilib ketdi. Ya'ni bular shariat ahkomlariga taklif qilinmaydi. Buyurilgan ishni qilmasimi yoki gunoh ishlarni qilsasimi, bular haqida gunoh yozilmaydi, gunoh bo'lmaydi degan. Ular bo'lsa-mu kichik bola toki balog'at ketguncha, cho'ng'igacha degani balog'at ketguncha. Va majnun sarg'ayib qolgan odam toki esi kelguncha, ya'ni aqli iqtidori joyiga kelguncha va uxlab ketgan kishi toki uyg'onguncha. Kichik bola balog'atga yetish mazgiliga qadam qo'ysa va aqli joyida bo'lsa, ya'ni sarang, matu bo'lmasa, u mukallafga aylandi. Masalan, mukallafga aylanishdan ilgari, ya'ni balog'atga yetishdan ilgari garchi haj qilgan bo'lsa-mu, ammo islomdagi haj, ya'ni balog'atga yetgandan keyin musulmon kishi umrida bir qatim haj qilish farz bo'lgan farz haj uningga vojib bo'ladi. Balog'atga yetishdan ilgari kichik vaqtida qilgan haji uning haqqida tatavvu bo'ladi, ya'ni nafl haj bo'ladi. Lekin u balog'atga yetgandan keyin pul mol jihatda, iqtisodiy jihatda rushdi, ya'ni oqqarni to'liq farq etib, moliya jihatdan to'g'ri bir taraf qilinadigan rushdi isbotlang'icha qadar uning moliya muomalalari to'g'ri bo'lmaydi va uningki mol mulki uning topshirib berilmaydi. Buning bayoni oldimizda keladi. To'rtinchisi, yashnab qolgan buvay va yashnab qolgan ayol. Agar ular qerib ketib, aqliy tangpuqlikni yo'qotgan bo'lsa va aql idrokning sog'lomligi yo'qolgan bo'lsa, ulardan taklif ko'tarilib ketadi. Garchi ularning badani sog'lom, kuch-quvvati bor bo'lgan taqdirda ham. 5. O'lib ketgan kishilar mukallaf emas. Askartish. Biz yuqori tilga ilib o'tgan har bir hayot insonlardan, ya'ni ular shariat ahkomlariga taklif qilinmaydi degan insonlardan, ularning mukallaf bo'lmasligi, shariat ahkomlariga taklif qilinmasligi, ularga haq-huquqlarning isbotlanmasligini cheklab qo'yolmaydi. Masalan, miros, vasiyat va atiya bir narsa berish, nafiqa berish, ya'ni boshqa ularga bir narsa bergan bo'lsa yoki nafiqa bergan bo'lsa, undan boshqa narsalar shu huquqlarini cheklayolmaydi. Ya'ni ular garchi shariat ahkomlariga taklif qilingan bo'lmasa-mu, ammo miros ola oladi va vasiyat qoldirgan bo'lsa, buni ola oladi. Undan boshqa yana nafiqa berishga tegishlik kishilar, masalan, ota-onasi, urug' tuqqanlar yoki valilar ularga nafiqa qilish kerak. Bu huquqlari ulardan saqitib ketmaydi.
Ularning shariat ahkomlari bilan taklif qilinmasligi ularning ustiga ba'zi huquqlarning isbotlanib qilishini ham cheklayolmaydi. Masalan, ular boshqalarning narsasini buzib yotgan bo'lsa, buni to'lab berish va nafiqa berishga tegishlik yaqinlariga nafiqa berishga o'xshash. Masalan, boshqalarning narsasini buzib qolgan bo'lsa, valisi ularning mol-mulkidan ular to'laydi yoki valisi o'zi to'laydi va masalan, Majnunning to'yini qilib qo'ygan bo'lsa, ayoliga, bolalarga chiqim qilish kerak bo'ldi. Va undan boshqa shunga o'xshagan ishlar. Bundaq bo'lishi, bu huquqlarning isbotlanishi u vadi'iy xitobning qatoridan iborat, taklifiy xitobning qatoridan emas. Ya'ni farz, vojib, sunnat, makruh, harom degandek emas, balki sabab, shart, mani deb o'tdik vadi'iy hukmlarni. Chunki bular musabbabatlarning sabablari bilan aloqador bo'lish bobining qatoridan. Ya'ni sabab musabbab bobidan iborat, balki u taklifiy xitobning qatoridan emas. 6. Oxiratdagi kishilar. Mayli ular jannat ahli bo'lsin yoki do'zax ahli bo'lsin, ular shariat ahkomlariga taklif qilinuvchilar emas, chunki ularning hammasi oxiratga ketgandan keyin ular iymon etgan. Ya'ni ularning iymoni ixtiyorsiz iymon, ya'ni cho'qim iymon etish kerak bo'lgan iymon. Va yana mundaqmi deyildi, kichik bola holatida o'lib ketgan yoki majnun holatda, sarang holatda o'lib ketgan va uning da'vat yetmagan holatda o'lib ketganlarga nisbatan ular qiyomat maydonida taklif qilinadi, shariat ahkomlari taklif qilinadi, ya'ni imtihon, sinov qilinadi debmi deyilgan. Shundaqla bu dunyoda sakratga tushib qolib, jon talashayotgan odamdimi taklif ko'tarilib ketadi, chunki u gunohkor holatda bo'lsinmi, gunohkor osiy bo'lsinmi, odatda ko'rish mumkin bo'lmaydigan ishlarni, oxirat ishlarini o'sha sakratlik holatda ko'ra oladiganligi uchun. Alloh taolo shunday aytadiki: "Hatta iza adrakahul gharaq qala amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu Isroil va ana minal muslimin." Hatta u Firavunni suv g'arq qilayotgan chaqda u Banu Isroil qavmi iman etgan ilahdan boshqa ilah yo'q ekanligiga iman etdim va men musulmonlardanman dedi. Alloh taolo uningga al-ana va qad asayta qabulu va kunta minal mufsidin. Hozir iman etdingmi? Sen ilgari osiylik qilgan eding va buzg'unchilardan bo'lgan eding dedi. Shuning o'xshash yana insonlar qiyomatning cho'ng alomatlarini ko'rgan vaqtda u chaqda taklif ko'tarilib ketadi. Bu vaqtda Alloh taolo shunday aytadiki: "Parvardigoringning ba'zi oyatlari kelgan kunida ilgari iymon etmagan yoki iymon etgan bo'lsa-mu, yaxshi ishlarni qilmagan kishilarga ularning iymoni foyda bermaydi." Ya'ni qiyomatning cho'ng alomatlari ko'rilgan vaqtida u chaqda insonlarning qilgan amallari, yaxshi amallari hech nimaga hisob emas. 7. Majburlash. Majburlash degan nima deganda, boshqalarga noiti og'ir zini bor bo'lgan bir ish orqali taxt sep turib boshqalarni u odamni o'z nafsi qo'yayotgan vaqtida u ishqa yoki u so'zga o'zi rozi bo'lmaydigan va yoki u so'zni yoki u fe'lni o'zi tanlab qilmaydigan so'z yoki ish harakatni majburiy qildirishdan iborat. Masalan, boshqalar bir kishini majburlab sen bu gapni demasang yoki ma ishni qilmasang men seni o'ldirib yutaman yoki iqtisodiyatdan uni qilma, buni qilma deb tahdid sep turib majburlab qilg'izish yoki degizish. Majburlash taklif qilinishga majburlangan kishi tahdid silingan ishning yuz berishiga qarata jazmiyat qilgan vaqtida va majburlag'uchi kishi tahdid solgan ishni qila oladigan ahvol ostida ondan ta'sir qila oladi, ta'sir ko'rsatadi. Mayli u o'ltirish bilan yoki qamash bilan yoki urush va yoki shunga o'xshagan ishlar bilan tahdid solgan bo'lsin. Ammo eskartib o'tsam bu majburlanishning cheki bo'ladi, doirasi bo'ladi. Masalan, agar boshqalar bir musulmonni o'ltirishga majburlagan bo'lsa, u chaqda o'zining jinini qo'g'dab qilish uchun boshqa musulmon qarindoshining jiniga zamon bo'lmaydi. Ammo o'zining jinini qo'g'dab qilish uchun
Masalan, haraq içishga majburlangan bo'lsa yoki ba'zi amallarni qilmaslik majburlangan bo'lsa bir qatim va yoki ba'zan bir dindan chiqarib o'tadigan ba'zi gaplarni deyishga majburlagan bo'lsa, agar bundoq qilmasang o'ltiramiz, uni qilamiz, buni qilamiz deb majburlagan bo'lsa, shu vaqtda bir qatim qutulish uchun desa yoki qilsa bo'lgan bilan mangulik bo'lmaydi. Bu Alloh taolo chiqish yo'li bergan. Allohning ziminlari kengri emasmidi? Hijrat qilinglar degan. Majburlanmaydigan yerga hijrat qilib ketsa bo'ladi. Alloh taolo chiqish yo'l berdi.